Assalomu alaykum, Natijniy patolog kanali a'zolari. Bizga ko'p beriladigan savollardan biri, natijniy patologni o'rnatgandan keyin arsa bo'ladimi, kraskasi ko'chib ketmaydimi, chang bo'lib qoladigan bo'lsa nima qilamiz deb ko'pchilik savol beradi. Bizda bu savolga javob natijniy patologimizni gullilarini hammasini ustida o'zini strich zashtasi bo'ladi. Natijniy patolog tortib qo'yib bo'lganimizdan keyin buni chiqarib olamiz va natijniy patologni xohlasangiz yuvib, xohlasangiz artib ishlatsangiz bo'ladigan holatda turadi. Bizi qo'limizdan klientni uyiga borguncha bo'ladigan jarayon shu strich bilan bo'ladi. Buni mana ukalarimiz qilyapti. Ko'rib o'zingizlar baho berishinglar mumkin. Bu zashtasi ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Gulsizlarda ham bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Gulsizlarga bunaqa zashtalar shart emas. Bu zashtalari asosan faqat gulli patologlarga qo'yiladi. Agar kimda kim biz ishimizga qiziqadigan bo'lsa yoki kimgadir bizning xizmatimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin.